Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. Biz bu kvartira mana Rossiyada qilingan bir xonalik, ikki xonalik kvartira. Demontaj ishlari ketayotgan, mana xudo xolasa. Installyatsiya o'rnatildi. Santexnik ishlari davom etyapti. Xudo xolasa mana взрослый spalni bu qo'shni sosedniy devor bilan yuqori etaj patologi shunga qilinyapti. Bu xonamizda bu yer взрослый spalni, bu yerda shkafni joyiga перегородка ko'tarilyapti. Строенный shkaf bo'ladi. Bu xonamizda bo'lsa garderobniy bo'ladi, xudo xolasa. Bular mana santexnika foydatlari. Bu детский spalni, eshigini bir tarafga surdik. Bu yoqqa shtobi shkaf qo'yganda qulay bo'lish uchun. Hop, xudo xolasa endi montaj ishlarini boshlab olsak, elektromontaj. Bu hozirgi holat montajlar застройщик tomonidan. Bu kuxnya zonamiz bo'ladi. Kuxnya zonamiz, narigi balkon. Balkon derazadan bu yog'i balkon bo'ladi, холодный balkon. Xudo xolasa shunaqa kvartira. Mana inshaalloh boshladik montajni, elektromontaj. Hamma joyda montajimiz bu klavish 2 gruppaga bo'linadi. Har bir точка 2 gruppaga bo'linadi. Mana bu koridorda bizniki ikkita gruppa и трехместный проходной qilinayotgan koridorimiz. Xudo xolasa mana montaj ishimiz bitib bir qator proverkalar qilib oldik bu yerda. Chatirlarni ilib patrollar olsa proverka qilib oldik. Endi xudo xolasa asta sekinlik bilan rutbanga o'tamiz. Hamma joyda bizda ikkita gruppa hammasi. Har bir xona, har bir выключатель, двух klavish, ikkita gruppa degani, ikkita gruppa, bittalik joyi yo'q bizda, xudo xolasa. Hammasi ikki gruppaga qilingan. Xo'sh, mana endi shpaklovkaga tayyorlab rotbandan chiqarib oldik, xudo xolasa. Har bir выключатель tagida rozetkamiz bor. Mana bu ham sanuzildiki ham ikkita gruppa, bittasi vitishkaga, bittasi azushenyaga. Bizdagi bu ikkinchisi koridor, проходной, трехместный проходной edi, выключатель. Koridorimiz. Bizda mana bunday monolit bilan keramzit blok tutashgan joylarda shunday shtraba qilib o'tbalaymiz, sababi treshina bo'lmasligi uchun. Spesialni ochib chiqamiz shunday qilib. Xo'sh, hozir ko'rsatamiz. Mana bu yoqda uje ochib, armaturagacha ochib, beton kontakt surilgan. Qayerlarda ba'zi bir joylarda bo'ladi, kengroq bo'lsa, pena uramiz avval. Mana bu yerda bitta ishimiz suryapti. Mana shu holatda tayyorlanadi. Mana bu yoqda ham tayyor qo'yganmiz. Bu ish jarayoni shunaqa. Xohlasa bu rotbandan chiqib, shpaklovkaga tayyor kvartiramiz. Rotbandan chiqarib qo'ydik. Burchaklarni, o'rinlarni, devorlarni tuzlab, tekslab. Bundan keyin ikki sloy shpaklovka, hozir bir sloy shpaklovkadan keyin staklo holes yopishtirib, yana finishni shpaklovka tortamiz. Bu rotbandan chiqqan holati. Bu montajdan keyin har bir uyg'unlar. Mana kvartiramiz endi bitgan holatda. Obzor bu yog'i mana bitgan. Endi kirishda yo'parada e'tibor berayotgan bo'lsangiz, portret yopishtirilgan, uni oldiga shunaqa oq spesialniy Ikeadan stol zakaz qilingan. Stol keladi, stol qo'yiladi, stolga tirab ikki yoni
to'rt qatordan reyka yopishtiriladi. U keyin qiladigan bo'lgan, keyinga qolib ketdi, stol kechikib qolgani uchun. Stol razmeriga qarab yopishtiriladi. Shuning uchun yopishtirmaganmiz reykamizni. Dekorativniy takoy reykada. Xudo xohlasa keyingi videoda qo'yib ketamiz. Mana prohodnoy ko'rsatuvlarimizni tekshirib ko'rsatib beryapmiz, xudo xohlasa. Chiroyli chiqqan, yaxshi, ish sifatli. Uy egalariga ham yoqdi ishlarimiz. Mana garderobni ham juda bir o'zgacha bir chiroyli chiqdi. Ekonomishniy variant. Biz hamma joyda shunday qilamiz. Mana hozir Ispaniyada ham ko'rsatamiz. Devorni maksimalni 8 lik bloklardan ko'tarib turib, faqat eshiklar qilinadi. Mana bu yerda ham e'tibor bering. Samolyotlarga ham chiroyli, yaxshi bulardan, kafelardan foydalanilgan. Installyatsiya, interyerlar hozayinni xohishiga qarab chorniy qorasidan tanlandi-da, Simplicity installyatsiya. Bachoklarimiz. Paroglarimiz tekis. Hech qanaqa bunday bemalol anaqa pilisos qo'yib yuborsa uyda aylanib yuradigan holatda. Bu взрослый spalni, kattalarning xonasi. Esinglarda bo'lsa aytganimizlarga. Bu yerda patshtor nisha qilingan, narigi devor bilan patolog shumga qilingan. Qo'shni mana bu ikkitasi. Mana bu endi bizni shkafimiz. Garderob. Faqat eshik boya aytganimdek, bizda shu polkalar maksimalni endi budjetli variant chiroyli ko'rinadi, ekonomishniy, yaxshi. Magnitli zamoklar eshiklarda. Bu ishlarni hammasini o'zimiz qilamiz, podключ qilamiz. Eshik ustanovka, elektrika, santexnika hammasi biz pustoy kvartiraga kiramiz. Montaj ishlarini qilamiz. Qilamiz ishlarni. Ishlarimizga javob, garantiya 1 yil beriladi hamisha. 1 yil ichida mabodo biror joyda bir kasal bir nima bo'lsa, hisobimizdan qilib beriladi. Bu diski endi bu hakkeys bo'lgani uchun xo'jayin bolasiga bu stenaga, seriya stenaga hakkeyslarni suratlarni tushirmoqchi. Shunaqa qilgan. Xohishiga qarab qilingan hammasi xo'jayin zakasiga xohishiga qarab. Xo'p, endi mana bu sanozel, взрослый spalni, детский spalni и plakatimiz. Ikkala joyda reyka bo'ladi. Kuchna zonani keyin o'ng tarafimizda keladi hozir. Zona oldi. Do'stlar, bu yoqda divan turadi. Bu yoqda televizor. Balkonimiz. Shtor osiladi. Balkonimiz. Biz vaqtida bu yerga katta oyna qilmoqchi edik, panoramik. U keyin qoldi planda, o'zgardi. Chiroylikni mo'jazini yaxshi seriya fondagi kvartiramiz. Endi bu yog'iga ko'ra baho beramiz. Bu balkon, холодный balkon. Mayda-chuyda ostatki ishlarni qilayotganmiz. Xudo xolasa bitirib chiqamiz.